Hurmatli obunachilar, 5 mahal azon namozi eshitilib turish nasib qiladi. Ayamasdan like bosib, yaqinlaringiz videomizni jo'natib qo'ying. Lokatsiyasi bo'ladi Buxoro shahar Shayxovlar masjidi. Shunaqa oldingiramizda. Qanchalik yoqimli to'g'ri. Xo'p, uyimizni proyektini tanishtiradigan bo'lsak, qaranglar. Glavniy ishdan kirganimizdan koridorimiz, perxojin shkaflar qilingan, ana joyda bilasiz, sam uzilimiz. To'liq kafiltirilgan gazdan, svetdan, suvdan hech qanaqa muammosi yo'q. Ana bu общий гостевойimiz, ya'ni zal qismimiz. Uyimiz umumiy maydon 40 metr kvadratdan iborat, atlashaydi uslubda remont qilingan, televizorlargacha ilib qo'yibdilar. Ana bu asosiy xonamiz, ya'ni spalnya qismimiz ana. Maxim mebellar qo'yib, bu joyda ham televizorni tashkillashtirib qo'yibdilar. 1-2 ochiq balkonlarga ham ega. Ana bo'lyapti bizani kuxnya qismimiz. Siz uchun kerakli bo'lgan hamma narsasi mavjud. Muzlatgich, kir yuvish mashinasi, настольный gaz plita, vitishka, ana bu joyda issiqlik berishi, двухконтурный котел. 5 qavatli yangi qishli dom, 1 xona 2 xona qilingan, umumiy maydon 40 metr kvadratdan iborat tayyor xonadon sotuvga chiqadi. Shu kecha kunduzda ijarachi $300 pul berib turgan ekan. Taklif bizdan tanlovsizda xonadonimiz narxiga keladigan bo'lsak, xonadonimiz narxi $36,000 so'ralabdi. Yana kelsangiz, barakasi uchun o'tib bergan joylar bor. Xorij kanalda uzoqlashmang, hammasiga like bosib, kanalga obuna bo'ling. 1 xonali xonadondan 3 xonali xonadon tashkillashtirib qo'yganlarni ko'rganmisiz? Ko'rmagan bo'lsangiz, men sizga taklif qilaman. Glavniy ishidan kirganimizdan koridor qismi. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Perxojin mebel qo'yish uchun yetarli darajada joylari mavjud. O yo'qda 100% laminat qilingan, devorlarda mo'ysha bo'li qilingan. Ana bo'lyapti bizning asosiy xonamiz, ya'ni zalimiz bo'lyapti. Qaranglar, maxim mebel qilib qo'yibdilar, chiroyli gilamlarni to'shab, ana bu joyda televizorni tashkillashtirib qo'yganlar. Bitta yana televizordan ilib olasiz. Kichkina bo'lsa ham, zato kichkintoyda o'zining yotoqxonasi bor. Nima deysiz? Juda ham chiroyli chiqqan bo'ylari. 5 qavatli g'ishli domni 5-qavati, gazi, sveti, suvi, hamma narsasi mavjud. Kadastr hujjatlari jo'q. Bu joyda hech qanaqa muammosi yo'q. Ana bo'lyapti sanuzulimiz, to'liq kafil qilingan, arizonlar qo'yilgan. Ana bu joyimiz bo'lyapti kuxnyamiz. Xolodilnigingizni qo'ya olasiz, kir yuvish mashinasini qo'ya olasiz, настольный gaz bitta vitishkalari mavjud. Ana bu joyda issiqlik berish, двухконтурный котел. 5 qavatli yangi g'ishli dom, 5-qavat. Ana bo'lyapti kattalar yotoqxonasi. Maxim mebellar tashkillashtirib qo'yibdilar. Ko'rishlaringiz mumkin, bu joyga ham televizorni tashkillashtirib qo'yganlar. Xo'p, o'zini esa 1 2 ochiq balkoniga ham ega. Ana bu esa tashqari atmosferamiz. Bu tarafimizda Sharq bozorcha 16-maktab, bu tarafimizda Deutsche Vita restorani. Bu tarafimizda esa ko'pchilik bilgan Shayxovlar masjidi. 5 mahal azon namozi eshitilib turadi. 5 qavatli yangi g'ishli dom, 5-qavat, 1 xona 3 xona qilingan 52 metr kvadratdan iborat pachka xonadonimiz. Narxi esa $42,500 so'raladi. Kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Xo'p, hurmatli obunachilar, Buxoro City'dan xonadon qidirganlar diqqatiga sizlar uchun maxsus taklif bo'ladi, qaranglar. Buxoro City'ning o'zginasidan, aynan shu territoriyadan 8 qavatli monolitli dom 6-qavatdan pachka xonadonimiz sotuvga chiqadi. Remontini ko'rganingizdan keyin prosta uyda yaxshi ko'rib qolishingiz aniq. Faqat biz taklif beramiz, tanlovda o'zlari hal qilasizlar. Buxoro joy kanalidan uzoqlashmang, ayamasdan like bosib, kanalga obuna bo'ling. To'liq videosini nasib bo'lsa reelga joylab boramiz. 8 etajli monolitli domni 6-qavatdan umumiy maydoni 70 metr kvadratdan iborat bo'lgan pachka xonadonimiz sotuvga chiqadi. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan. Kirganimizdan koridor qismi juda ham chiroyli remontdan chiqqan. Butun mehr e'tiborlarni aynan shu xonadonga beribdilar. Birinchi xonamiz, ikkinchi xonamiz, kuxnyamiz, bu joyda sanuzulimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi xonaga qaraydigan bo'lsak, ya'ni spalnya qismimiz. Hech qanaqa o'rtacha bachkana narsalar yo'q, ko'rishingiz mumkin. Juda ham skromniy remontdan chiqqan. Lokatsiyasi bo'lyapti Buxoro City'ning o'zginasi, fontanning yonginasida maktab, bog'cha, hammasi dastur joyda joylashgan. O yo'qda yaxshi rossiyskiy laminat qo'yib qo'yibdilar, ya'ni to'q bo'lgan shu qismi va sanuzulimiz. Ana bu joyimiz esa zalimiz. Mana. Bitta baho qo'yib o'ting, kommentariyada fikringizni qoldiring albatta. Menga yo'qda konditsioner tochkalar tashlab o'tilgan 1-3 ochiq balkoniga ham ega. Ko'rishlaringiz mumkin. Televizorni tashkillashtirib qo'yibdilar. Kim biladi shu gulni nomini? Kommentariyada yozib ketinglar, juda ham chiroyli ekan. Televizorni tashkillashtirgan. Ana bu joyda ortiqcha narsalarni qo'yishlaringiz mumkin. O'zbekda har doimdek narsa juda ham ko'p. Xohlang garderobni qiling, xohlang ko'rpa to'shaklarni qo'yishni zona qilib qo'ying. Albatta buni narxi qiziq hammaga. Xonadonimizning egalari uylari uchun $58,500 so'rayaptilar. Yana kelsalaring uyda egalari bilan uy ustida savdolashib olishlaringiz mumkin. Juda ham katta va keng bo'lgan kuxnyamiz. Настольный gaz plita, vitishkalar qo'yilgan, issiqlik berishi, двухконтурный котел. Ana, tayyor holatda. Kirasiz, mazza qilib yashaysiz. 8 qavatli monolitli dom, 6-qavat, 70 kvadrat, $58,500 kadastr hujjatlari jo'ppa joyda. Taklif bizdan tanlovsizdan ayamasdan like bosib, kanalga obuna bo'ling.